Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mijozlar. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklardan 3 xonali kvartirani e'tiborlaringizga havola qilaman. Biz ana bu turgan joyimizga keladigan bo'lsak, Urganch City aziz do'stlar. Bir hozir kundan kuna chiroyli bo'lib, rivojlanib, qurishlar ham bitib, hamma narsa joyli-joyina tushib borayotir. Xullas o'zim ham ko'rib göz quvonadi, ajoyib bo'pti. Xudo xolasa shu yerda bir 3 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilayotir. Shuni bugun sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Urganch City aeroportining yonginasida joylashgan dom ekan. Xullas, videorolikimizni joyini alt qismina borib davom qildiramiz. Hurmatli mijozlar, mana domning oldiga yetib keldik. Yana shuningdek shikarniy dom ekan bu. Şu birinchi podyezddan hozir 3-qavatga chiqib kvartirani ko'rishni davom etamiz. Yon tarafimizda yana bog'chasi ham bor ekan. Bog'cha yaqingina. Bundan muammo yo'q. Tez kunlarda maktab ham bitib qoladi ekan bu yerda. Maktab ham bo'ladi. Esa ish podyezda ishana kirib boramiz va 3-qavatga ko'tarilamiz. Yana bir narsa aytib o'tamiz. Tomoqlar ham bor. Kodirovniy. Bu narsasi zo'r. 3-qavatga ko'tarilamiz. Hurmatli kanalimiz obunachilari, mana 3-qavatga chiqib keldik. Her etajda 3 ta kvartira tushgan ko'rib turalaringiz deng. Urganch City chotki domlardan biri. Biz hozir shuni 3 xonalasini ko'rib chiqamiz. Birindagini elektroshitlar joylashgan ekan, avtomatlari shu yerda, o'chirib yoqish uchun shotchiklar ham shu yerda. Biz eshikdan ichari kirib boramiz. Shunday demir ajoyib eshiklarni o'rnatibdilar. Shundan kirib boradigan bo'lsak, aziz yurtdoshlar, yana prixorji qismi. Girgan yeri ko'pincha kvartiralarda dar bo'ladi. Bu yernikini yana ko'rib turibsizlar, yomon emas. Yine bunday narsalar ham bor ekan. Domofonlarimiz bor. Pastda qarindosh to'g'an kelsa, knopkani bosasiz ochiladi. Shunda kvartiramizni xonalarına ko'rib turganlaringizdek alohida o'zi giriladi. Hozir 100% remontdan chiqib tayyor holatda turibdi bu kvartiramiz. Fon berilgan, eshiklar qo'yilgan, pastlarini hamma yeri kafilatilgan, laminat pol, chotki etib tuzilgan. Fakat mebellaringizni ekkab, g'olib xaloslaringizni döşab, yashab ketaverasizlar. Şu kuxnya qismidan boshlaymiz. Bu yeri kuxnya qismi. Kvartiramizni aytib o'tganimizdek umumiy maydoni 73 metr kvadrat, 3 xonali, alohida giriladigan xonalarni kvartira, yangi kvartira. Remontdan chiqib o'z egasini kutib turibdi. Shotchiklari barchasi qo'yilgan. Mana bu kvartirani bir narsasi dum yoqdi. Shuni sizlar ham ko'rsatib o'tacakman. Shundan chiqadigan bo'lsak, yana bu yerda balkoni bor ekan-da buni. Bu balkon. Ajoyib balkonga ega. Mana qiziqli tarafi, shu qarab turgan bo'lsangizlar, shan tarafi aeroportda samolyot kelib qo'nsa, uchsa, shuni tomosha qilib, kepatib o'tiradigan vid bor ekan. Mana bu yerlar yiqiladi ekan, bu yerdan toza dom bo'ladi. Xullas, shunday bir fishkasi bor ekan. Samolyotga qarab, kepatib o'tiradigan raskolajeniyaga joylashgan kvartira. Endi xonalarni ko'rishni davom etamiz. Balkon kuxnyasi bo'ldik. Yine birinde bir narsasi qolibdi. Shunda yana trubalar o'tgan. Men beklangan chiroyli qilib. So'q suni shotchiklar ham shu yerda ekan. Keyingi xonasini o'tamiz. Keyingi xonasi aziz do'stlar spalnya. Chiroyli lyustralar o'rnatilgan. Kvartiramiz skvoznoy, ikki tomonlama shamol zo'r aylanadi.
Hozir beklab turamiz ko'chani. Shu mana ishlab turibdilar hozir. Bizlar xalaqit berib turibdi. Shunda berine ota-onalar spalnya xonasi. Xonani kattaligini o'zingiz guvohi bo'lib turibsizlar. Ulug'na ajoyib xona. Pastimiz laminat pol. Alohida o'zining otopliniyasi ham o'tgan. Yana bu spalnya toza hali. Yonboshlarida qo'shimcha mebellari bor. Bu ham taxlab beriladi. Eshiklarni to'xtalib o'tamiz. Eshiklari kommentariyalarda har vaqtdan chiroylatib taklif tashab turadilar. Lishni gap ko'p gaplisiz, kamroq gaplayvering, ko'proq ko'rsating debdinglar, marhamat. Kamroq gaplashishga harakat qilib turibmiz. Lekin aytib ham borish kerak. Ko'ri indamin, videoni aylantirib yuraversak, odamlarning icham qisilib ketadi. Berinda yuvinish xonasi. Yuvinish xonasini kattaligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Yana sushilkasi bor, toza santexnika. Bu yerda hamma narsasi qimmatbaho yaxshisidan qo'yilgan ekan. Prostoy vash qo'yilmagan. Yuvinish xonasi. Hojatxonasi bu yerda отдельный. Bu yerda hojatxonasi. Unitazlari yap-yangi. Kafillarni zo'rini olibdilar, chotki. Bu yerda yurib turganlar Royal kompaniyasining suv qizdirish apparatlari. Rakamlar ham o'rnatilgan. Hamma narsasini cho'kka yetib remont etganlar, ko'zlamay ustalarimiz har bir detalni e'tibor etib stamming etilgan remont. Endi bu yerga kiradigan bo'lsak, bu yerda mehmonxonasi, zalimiz. Patologlar ishning chiroyli uzorlar bilan etilgan. Bu yerda televizor qo'yish uchun spesialniy местоsi bor. Zalni kattaligi ham yomon emas. Oynadan bir qarab ko'rsak. Yine детский площадкасы bor. Bu tarafda bog'chasi ham bor, bog'cha ya'ni bog'cha uzoq emas. Xolos hali bu yerda maktablar ham tez kunlarda bitib qoladi. Maktab, bog'cha, do'kon. Xullas, oldina yarasha urgan cityga aylanyapti asta-sekin. Kelib ko'rsangizlar o'zlaringiz bilib olasizlar. Xullas, yana patologlari, mana shuningdek televizorlar o'rnatish spesialniy uzorlar bilan devorlar remont etilgan. Yana shuningdek zali bor ekan. Bu yerda keyin bir kichkina bolajonlarimiz uchun spesialniy xonasi. Xonada ham kichkina emas, bemalol 2 farzandingiz bemalol sig'adi. Illyustralardan bir boshqacha ekan. Olib turib jaluzilarni bosib bersangizlar perdalarni chotki kvartiraga aylanadi. Xullas, shunday kvartiramiz, aziz do'stlar, remontdan chiqqan, svejiy, hamma narsasi joyida. Umumiy maydoni 73 metr kvadrat. Kvartiramiz 3 xonali, 3-qavatda joylashgan. Kimda kim shu joyimizga qiziqsa, shunday likelarni boshda bosib, podpiska etmagan bo'lsanizlar, podpiskalarni bosib, keyin telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa joyini kelib ko'rsatamiz. Savollaringizga batafsil ma'lumot olish uchun telefonlarimizga bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Sizlar bilan Kamol Atayev, sog' bo'ling.